Malinkaniki endi hamma har xil qiladi pavododa. Men постоянно misol 1-4 lesga 20 santimetrga stopper qo'yaman. Mana gruz toshimiz o'ta maydadan. U skaljash, u tepagacha borib kelaveradi. Paplovoy o'rniga leskadan anaqadan foydalanaman. Plyonka. Mana. Plyonkadan foydalanadi. Sababi har xil vaziyat bo'ladi. Po'koyda suv ustiga chiqib ketish anaqasi kuchliroq bo'ladi. Chunki men o'ta yengil toshdida. Urdi bitta maydada baribir. Katta bo'lsa biroz yuk ko'radi menga. U maydalab o'tirmayman unaqa qilib. Voy, yeb ketdi. Desam, yo'q. Yaxshi urdi lekin mana shu yerda chekar ekan, aylanib kerak. Bu yerda kattasi bor. Men ko'p ishlayman bu yerlarda. Ha, to'xta ya. Ikki marta chiqib ketuvdim o'zi. Kattasi yo'q, bor. Bundan kattalari ham normalilari bor, bu yerda ham. Mana. Qancha leska ingichka bo'lsa, zo'ri chiqaradi-da. Leskiga bor edi bu o'zi asosan. Mana zo'ridan. Har qanday yaxshi, bir qarishda normalniy. Mana misol tarakanda ham mana qorasi unchalik yaxshi emas. Sarig'i bor bo'ladi-yu, sarig'i. Ashinisi zo'r. Sarig'ida qanoti bo'ladi. Qorasida qanot bo'lmaydi. Ya'ni qorasi adashmasam menimcha shu bola qo'yuvchisi bo'lsa kerak deb o'ylayman. Sababi men kechqurun ushagani chiqsam tarakanda. O'ta yuvoshida bu. Bu yerga sarig'ini lekin zo'r uradi. Hozirgi ushaganim ham sariq qo'shadim. Lekin kechqurunda zo'rlari chiqadi. Qorong'ida kattalar chiqadi. Baliqni. Videoda oldindan yaxshi rezultat bo'lganda. To'xta. Mana Malinkalar rosa semirgan payt eganda. Tarakan ham tugab qoldi. To'rtta tarakan olib keldim. 3 ta ushladim. Bitta zo'ridan qoldi endi. U ham chigirtka. Ko'ramiz endi nima bo'lar ekan rezultat. Chigirtka ham o'zi ham u ham qochmasi bo'ldi. Chigirtka o'ta qattiq tortdi, eplolmay qoldim. Normalni yeb katta ekan baliq. Chunki qattiq edi-da chigirtka. Ovni yakillab ham qo'ydik mana xudo xolasa. Anaqa
tarakanga yaxshi uradi ekan. Belgi chigirtkani brek urdi-yu, lekin uni birdan ola olmaydi ekanda, qattiq ekan. Menga shu tarakan ekan. Meninkani aka shu qarmoqda ushlayman. O'zi 630. O'rtada men bittasini chiqarib tashlaganman. Bittasi sinib qo'ygan. 5 metr qo'yganda. Lekin normal. Yaraydi deydi-yu. Ushlab tashladim. Qiziqishda.